Men Haqnazarova Xulkoroy Kenjayevna, Samarqand shahar 63-maktab matematika fani o'qituvchisiman. Shu iyun oyida shu malaka oshirishga keldim. Shu malaka oshirish tinglovchisi sifatida meni mana shu dargohga nima deydi, shaxsiy fikrim juda ham bilim darajasi yaxshi ustozlar bor ekan bu yerda. Muomalalari juda ham ajoyib. Biz har bir dars davomida yangiliklar o'rgandik. Juda ham ko'p yangiliklar. Buni maktabda tashkil qilishimiz kerak va o'sib kelayotgan avlodga, o'quvchilarimiz, shogirdlarimizga bu narsani yetkaza bilishimiz kerak. Shu darajada ajoyib darslar o'tildiki, rang-barang o'tildi-da. Ustozlarning mehnati, ustozlarning harakati bizni juda ham bir samarali o'zlashtirishimizga olib keldi-da. Biz guruh bilan juda ham ajoyib ishladik. Kuratorimizga ham rahmat. Haydarov Xurshid domlaga juda ham bir faol ishladilar u kishi. Men masalan xohlardim yana ham nima deydi, mukammalroq, ochiqroq darslar bo'lishini. Mana bugun loyiha ishini topshirdik. Loyiha ishi juda ham ajoyib o'tdi. O'tilyapti, yana insonlarni fanga qiziqishi ortib bormoqda-da. Sababi yangiliklar bo'lyapti. Har bir loyiha ishida yangiliklar bor. Har bir loyiha ishining ijodiy tomonlari bor. O'qituvchilarni o'zlarini ko'rgazmali qurollar yasab kelishgan. Vaholanki o'qituvchilar o'smoqda. Shu yurtimiz gullab yashnashiga bizni prezidentimizning ham ko'p hissalari bor. Ustozlarga nisbatan qandaydir bir yangiliklar kirityapti. Yurtboshimizga ham katta rahmat. Bu yerdagi ustozlarga ham, xodimlarga ham barchasiga minnatdorchiligimizni bildiramiz.